Kashmo kirib qopdi. Maslaga bugun o'zimning beshida o'tgan bir ishni so'zlab beray. Mushtashada o'qiyotgan vaqtlarimda mening xotellik bir og'inam bor. Bu og'inam doim ta'tillarda uy qaytgan vaqtida ancha-munchalik o'yimi qilib naqish qilib eshib qolgan parcha qashtaşlarni ko'tarib keladi-da bu. Kelib 50 so'mdan 100 so'mdan sotadi oldiganlarga. Shu arsidagi ikkisini bu bir kuni bizning yotoq boshqaruvchiga so'q qilib, men mushta 7-8 kishilik yotoqda yotolmaydi ekanman, uxlayolmaydi ekanman odamchiq bo'lsa. Menga bir kishilik, 2 kishilik yotoq hal qilib bersam debdi. Shunda u qashtaşni olgandan keyin u yotoq boshqaruvchimi bo'ldi, men senga hal qilib beray. Mush 4-qavat bizning aspirantlarning yotoqi, yangi o'shanlarning. Ashlarning yotoqiga ish qavatga o'rlashtirib qo'yaysini deb 4-qavatning eng chetidagi bir odam turmagan bir yotoqqa o'rlashtirib qo'yibdi buni. Shunda bu menga qilmamdi odash, mushta bir 2 kishilik yotoq topdim, hal qildim. Ikkimiz o'sha turayli 6-7 odam bilan turma bo'ldi. Deb deganki men bo'ldi deb chiqdik-da o yotoqqa. Qarasak 4-qavatning eng deriz tarafga chatga bir yotoqga u odam turmagan ekanda, u necha yil turmagan o'xshaydi unda. Kirsak deylik bir shirkatgan puraqvoga, ashta puraqvoga. Aniki hamma ham to'pib eskitdi. Shuning bilan biz qanday qilamiz ham turayli. Bika bir mo'j odam bilan turgandim ishlab tursak rohatga deb bir tushdan keyin tozalab qo'yatdiqni. Tozalab paqirtib ham yani chachadigan narsalarni chechib havolarni almashtirib qolgandan keyin shuning bilan kash oldi. Kashib yetib qoldikmi? Yetib bosh telefondiq uyqu kelmay. Bir chaq telefonlarni o'chirib uxladim men. Vag'inam uxladi. Uxlab qanchalar olgan chiqib keynin qora degandek qoldi. Keynimda o'rilib qarsam og'inamning beshida buldoq bir moy kiyib olgan, yo'g'on. Turmalarning bir kiyimlari bor, buldoq. O'shta kiyim kiyib olgan bir qarab turibdi beshida buni. Shunda bu nima bo'lib ketdi, men nima ko'rdim deb tushim o'xshaydi deb o'ylayman-ku. Jimni yetib oldim ko'zim yumib. Yetib yana bir yerlarimdan qo'rqyapman, yana birimlar qilib shuningla qiziqib, yana qaramam deb kichikkanman shu chaqda. Qarasam heliqi baldoq maykilik yana yashab turibdi. Ammo og'inamni xuddi birisi putidan birisi beshidan ko'tirib olgandek. Egiz qolibdi-da bu og'inam, ko'tarilib qolibdi-da. U yotqanlar sangilab turdi. Shunda voy bu nima bo'lib ketdi deb o'rilib tom tarafga qarab yetib oldim. Yetib olsam o'rilgan vaqtdan ovoz chiqdi-mi osh qilib. Tuyuqsiz bir qo'lmush, bir qo'l bo'ynimdan, yana bir qo'l belimdan tutib, tom tarafga ishtirib qoldi-ya. O'cho choplashib qoldim, nafas ololmayotdim. Yo ko'zimni ocholmayman, yo midirlayolmayman, ashta olib ketdim. Bu bir chaq qo'yibdi. Qo'yayotganki, deb bir xil muzdek tajib chiqadi-da badan. Shunda uxlab qoldimmi? Ertasiga qop dars chiqatdim. Og'inam qop dars chiqatdi. Gaplashmadik-da, hamda degan bo'lgan keyin gaplashmay. Shu vaqtda darsdan tushib kelamiz. Oshxona kirdik. Oshxona kirib bu oqshom bo'lgan tushim deb o'ylayman-da men uni. Bu tushlarimni deb o'ltamachi bo'ldi buningga bu yotoqni men topsam. Men topgan yotoq yetib. Manda deyotdi, magoy deb qolmsin deb gaqmidim. Gaqimsam shundan bu o'zi yig'iz chiqadi. Xudo oqshom faqat yaxshi uxlayolmadim dedi. Nima bo'ldi desam? Voy odosh, uxlab olsam, beshimda bir simon qarab turib olgandek bir ganjo'lar bu ketdi. Shundan bilan ko'zimni yumib elib, nima qilsam, bir soch putumdan, bir beshimdan ko'targandek ko'tarilib ketdi deb o'shta dedi. Voy, mening ko'nglim bilan o'xshashlik chiqildi-da bu. Shunda nima deydigan odosh dedim, qo'rqib ketmasin deb. Voy, manda ko'rdim deb demadim uni. Demashdan bilan yana yotoqqa yenib kirdik. Andan voy bolalarni chaqiraylik deb men boshqa bolalar vatdi og'ir bo'ldi. Ashlarni chaqirdim, ashlar yotoqqa kirib, gitarcha, pancha-muncha ichimlik ichib, ashta naqshlar aytib, usullar o'ynab boshlayotdi. Bir ashta qilayotgandan keyin ondan keyin o'sha yotoq bir jimib qoldi juma. Mana bu bugungi hikoya.